Medgaradokda Bitonka yo'lida Grand bozor ochilibdi. Hamma shu yerdan do'kon sotib olib, shu yerdan arendaga olishyapti. Bizni bozordan it ham olmayapti. Sanlar ishlamayapsanlar. Bularning nimadir siri bor. Hozir shuni bilib olamiz. Lekin o'zimiz bozorimiz borligini hech kim bilmasligi kerak. Ketdik. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, bu qanaqa bozor? Bu Grand bozor. Qurilish mollari sotiladi. Xuddi bizning bozorga o'xshaydi. Bu nima deydi? Bozoringlar bormi? Mol bozorimiz bor, mol bozorimiz. Qurilish mol bozorimiz bor, ha? Mol bozor bor. Aka, nima hammasilardan do'kon olyapti? Chunki bizda do'konlar arendasi 3 oygacha tekin. Ana ko'rdingizmi shep? Biz bozorimiz bitqizmasdan turib arenda pulini so'raymiz, odam kelmaydi. O'chir. Enang bozor bormi? Enang bozori bor. Bozorlaring bormi sizlarni? Yo'q, bu maqolni aytyapti. Enang bozor, otang bozorini aytyapsanmi? Aytyapsanmi Sashka shuni? Aka, bu do'konlarning kvadrati nechi? 30 kvadrat metrdan 60 kvadrat metrgacha. Bu hammasini arendaga berasizlarmi? Albatta. Men nima dedim? Bularni bozori bizning bozorda katta desam ishonmayapsan. Sen nima deyapsan? Bizning bozorimiz bundan katta. Bizning bozorda bundan kvadrati yo'q. 10 kvadrat bizda. Aka, aytdim-ku sizlar bozorlaring bor. Ey Sashka pashka. Qilib qo'yding. Bildi hammasini, bildi. Qilding, xafa bo'lmay. Nima degan? Degan. Bola tilida aytadi-ku, kaka qilib qo'ydilaring, xafa bo'lmay.